bitta qo'ng'iroq bilan, bitta nazarim bilan qamattirib yubordim. Yoki bo'lmasam nima, oldim soyamga salom beradigan qilib qo'ydim. Meni ko'rsa qaltiraydigan qilib qo'ydim. Ana nima deydi? Kelib unga yaxshi salom bermasa yoki shunaqalar bor, yonida mashinada sal tezlashib o'tib ketsa ham o'zicha ana vakolatidan foydalanib nimalardir uyushtirib odamlarni qamaydi, qiynaydi. Milliy xavfsizlik xizmatida shu ishlagan, juda ko'pchilikni qiynagan, biz ko'p ma'lumotlar kelgan va alal oqibat o'zi yaratgan shu qiyin mana shunaqa tizimni qurboni o'zi ham bo'lgan. Ya'ni adolatsiz sud, zakaz asosida odamlarni hukm qilib yuborish, nohaq ayblab yuborish. Kameralarni olaylik. Kameralar qo'yilgandan keyin o'limlar soni kamaydimi? Bu bir. Ikkinchidan, faqatgina chiziqlarga e'tibor berilyapti. Yo'l dabdala. Hamma yetib borgunizcha mashinangiz to'kilib tomon bo'ladi, lekin svetoforga 20 metr qolganda chiroyli chiziqlar chizilgan, lekin yo'l ta'mirlanmagan. Chiziqlar chizilgan va kamera turibdi. Bu yerda asosiy maqsad piyodalarni, haydovchilarni himoya qilish, ularni har xil voqimali voqealardan saqlab qolishmi yoki bo'lmasam asosiy maqsad pul yig'ishmi? Bu yerda ikkala parallellik keltirayotganimizni sezyapsizmi? Ikkala holatda ham aholini, haydovchilarni, O'zbekiston fuqarolarini manfaatini o'yladik deb aytilyapti, lekin aslida bunga teskarisi bo'lyapti-ku. Gilyotin apparati haqida eshitganmisiz? Jamshid aka, eshitganmisiz? Yo'q, hali eshitmadim. Bu demak, Fransiyada 18-19 asrlarda amaliyotga kiritilgan, ya'ni o'limga mahkum etilgan shaxslarni xalq oldida namoyishkorona qatl qilishga moslangan apparat. Ya'ni inson yotqizib qo'yadi, tepadan tig', o'tkir tig'li shu temir tushadi, kallasini tanasidan judo qiladi. Bu apparatga nom berilishi Gilyotin ismli shaxsni nomi bilan bog'liq. Shu kishining sharafiga qo'yilgan. Ya'ni u kishi o'sha Fransiyada o'limga mahkum qilinganlar, sotqinlarni shu yo'l bilan qatl qilinishida tarafdori bo'lgan, faol va o'shani kiritishgan. Endi qizig'i shundaki, bir qator manbalarda keladi, aynan mana shu Gilyotin ismli shaxs o'zi ham vaqti kelib mana shu apparat yordamida qatl qildirilgan deyishadi. Ayrim manbalarda o'zi tabiiy o'lim topgan deydi. Xullas, lekin bundan nima xulosa qilish kerakki, ya'ni kim zulm, yomonlikning tarafdori bo'lsa, zulmni, mana shu yomon tizimni amaliyotga kiritadigan bo'lsa, vaqti kelib o'sha tizimni, o'sha apparatni qurboni ham o'zi bo'ladi. Ya'ni bugungi misolda aytadigan bo'lsak, men ba'zi faxr bilan maqtanib gapirayotgan insonlarni bilaman. Odamlarni qanchalik ko'p qiynasa, o'zini ustun tomonligini ko'rsatsa, bundan kayf qiladiganlar bor. Mana palonchi o'zicha gerdayib kelganida popugini pasaytirib qo'ydim. Bitta qo'ng'iroq bilan, bitta nazarim bilan qamattirib yubordim. Yoki bo'lmasam nima, oldim soyamga salom beradigan qilib qo'ydim. Meni ko'rsa qaltiraydigan qilib qo'ydim deb karilab yuradiganlar bor, kerilib. Ayniqsa bu huquq muhofaza qilish tizimida ko'p. Ana nima deydi? Kelib unga yaxshi salom bermasa yoki shunaqalar bor, yonida mashinada sal tezlashib o'tib ketsa ham o'zicha ana vakolatidan foydalanib nimalardir uyushtirib odamlarni qamaydi, qiynaydi. Bulardan biri haqida mana Nodir To'raqulovmi degan bir inson haqida ko'p eshitganmiz. Surxondaryoda, familiyasida balki adashgandirman, uzr so'rayman. Nodir ismli shaxs, ya'ni davlat o'sha vaqtlari milliy xavfsizlik xizmatida shu ishlagan, juda ko'pchilikni qiynagan, biz ko'p ma'lumotlar kelgan va alal oqibat o'zi yaratgan shu qiyin mana shunaqa tizimni qurboni o'zi ham bo'lgan. Ya'ni adolatsiz sud, zakaz asosida odamlarni hukm qilib yuborish, nohaq ayblab yuborish, shunchaki o'zini xohishi asosida unga yomon ko'ringanligi uchun ham shunaqalar qilib tashlagani bo'lgan. Menga to'g'risini aytsam, bir nechta insonlar yig'lab kelib gapirib berishgan va vaqti kelib ana shu insonni o'zi ham o'zi yaratgan shu tizimni qurboni bo'lib ketdi. Ya'ni o'zi ham qo'lga tushib
shuni javob berish vaqti keldi va u yaratib qo'ygan sharoit unga ham shafqat qilmadi. Yoki xuddi shunaqa boshqa yo'nalishlarda ham bor. Bir vaqtlar kuchda bo'lib, qiynab odamlarni vay deb o'zidan fir'avn yasab olganlar, o'zlari yaratib qo'ygan tizimni alal ovqat o'zlari ham qurboni bo'lgan. Shuning uchun gilyotina kabi apparatlar, gilyotina kabi tizimni yaratmaslik yo'ldan yurish kerak. Kimki shunaqa ramziy ma'nodagi misolni keltirdim, shunaqa tizim yaratib, shunaqa qilaman, zulm qilib yuraveraman javobsiz deydigan bo'lsa adashadi. Ana o'sha o'zi yaratib qo'ygan zulmni o'zi qurboni bo'ladi. O'zingiz shuni qurboni bo'lishni istamasangiz, sizni eshitishlarini, sizga adolat qilishlarini vaqt kelib istasangiz, demak, o'zingiz ham shu adolat yo'lidan yurishingiz kerak. O'zingiz ham zulm qilmasligingiz kerak, yomonlik qilmasligingiz kerak. Unutmaslik kerakki, hamma narsa o'tkinchi. Mansab ham, kuch ham, vakolat ham vaqtincha. O'sha vaqtda adolat qiling, o'sha vaqtda zulm qilmang. Shunda sizga ham zulm qilinmaydi, adolat qilinadi. Oddiy aytganda, bu tarixiy misoldan xulosa shu.